Hammaga salom, siz bilan birga Mitsushi kanali. Bugungi, ya'ni birinchi mani videoyimda Arrodam animesini sizlarga qisqachagina sharhim bermoqchiman. Arrodam animesini sizlar ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar, shuni aytib bermoqchiman. Xullas, bu animeda 18+ joylari juda ham ko'p. Shuning uchun men sizlarga aytib o'taman, men u joylarni umuman kesmayman va sizlarga kessa ham bu joylari xato bo'lib qoladi. Anime xato bo'lib qoladi, chunki to'lib yotibdi bunaqa joylar. Shuning uchun xohlasanglar o'tkazinglar, xohlasanglar ko'ringlar. Uni o'zingizlar bilasizlar. Unda 4 soat, 5 soatlab cho'zib o'tirmayman-da, animega ketdik. Anime boshida bir odam tor ko'chadan yurib ketayotgan ko'rishimiz mumkin va oxirida bitta eshik bor. Va u eshikni endi ochaman deganda bo'lsa, u uyg'onib ketadi. Endi bizning bosh qahramonimizga keladigan bo'lsak, bizning bosh qahramonimiz Denji ismli bola. Bu bola anchadan beri qarzini to'lab yuribdi. To'g'rirog'i otasini qarzini. O'zi otasi qarzlarini to'lay olmasdan o'zini o'ldirib yuboradi va u bu yoqqa qarzlarini to'lab yurishga majbur bo'ladi. Shu kichkinaligidan beri to'lab yurish kerak edi. Va uni bitta kuchukchasi ham bor edi. U iblis edi aslida. Uni ismi bo'lsa Pachito. Uni boshida arrasi bor va u ko'rinishi ham sal boshqacharoq edi, oddiy itlarga umuman o'xshamas edi. Denji qanaqadir ishda ishlamagani uchun pulni iblislarni o'ldirishdan olardi va u iblislarni tanasini bitta xo'jayiniga berardi. U xo'jayini iblislarning tanasini qora bozorda sotardi. Uni aytishi bo'yicha aslida Denji bu uchun ancha harakat qilib qarzdan to'lashga harakat qilyapti, lekin bular bo'lsa bu uchun ozginagina pul berishadi xolos. Bu degani Denji qarzlardan tashqari bor yo'g'i qotgan non bilan suv olishi mumkin edi. Daji suv ham olmas edi. Denji har doim Pachitoga o'zini tilaklari va orzularini har doim aytib yurardi, garchi u tushunmasa ham. Uni aytishi bo'yicha u qaysidir qizni bo'lishidan oldin sevish xohlardi, ya'ni u bilan birga to'shakda bo'lish xohlardi. Va u bilan uchrashish xohlardi, lekin unga bo'lsa uni puli yo'q va u bundan hafsalasi pir bo'lgan. Va yana u aytadiki, men hayotda bo'lmasa ham tushimda ko'rish xohlardim bu narsani. O'tmishga qaytadigan bo'lsak, Denji otasi o'lgandan keyin nima qilishni umuman bilmagan edi va uni xo'jayini, ya'ni hozirgi xo'jayini aytdiki, "Sen qarzdan to'lamasang, seni ertaga o'ldiramiz. Ertagacha nima qilib bo'lsa ham qarzani top" deb aytdi. Va u nima qilishni umuman bilmas edi va daraxt orqasida bekim turgan bitta iblis kuchugini ko'rib qoldi. Uni ko'rgandan keyin u juda ham qo'rqib ketdi, lekin u kuchuk zo'rg'agina yashayotdi. Ya'ni o'lib qolardi hozir. Uni ko'rgandan keyin Denjida bitta g'oya tug'ildi. Unga o'zini qonidan berdi. Ya'ni bilsak bo'ladiki, iblisga qon bersangiz, u yana davolari ancha yaxshi bo'lib qolardi. U qonni berib unda sulh tuzishni tavsiya qiladi. Unga butun umr xizmat qilish kerak edi va u bunga nima qilardi endi, o'lishidan oldin rozi bo'ladi. Shundan keyin qarz bergan insonning yoniga borib, "Iltimos, meni o'chizdan bittasiga aylantiring. Men sizga iblislarni olib kelib beraman. Bundan keyin qarzimni shunaqa to'layman" deb aytdi va bundan keyin shu bilan shu davom etdi. Va Denji bir kun uxlab yotganida uni xo'jayini kelib unga aytdiki, "Iblis chiqib qoldi, yur, ketdik" deb aytdi. U qo'lini oyog'iga olib ketdi. Bitta narsani aytishim esidan chiqib qoldi. Denjini bitta ko'zini va bitta jigarimi, o'pkasini, qatini durust sotib, ya'ni qarzni tezroq to'lash uchun. Uni xo'jayini shubhali bir joyga Denjini olib keladi va oxirida bitta to'xtab, "Denji, nosing bormi?" deydi. Bu gapni eshitgandan keyin Denji o'zi ichishga suvim yo'q deydi. Keyin Denjini orqasidan kimdir "Masuka" deb pichoq tiqib oladi. Ayyo, adashdim, qilich tiqib olar ekan. Va aslida uni xo'jayini iblis bilan sulh tuzgan va u zombi iblisi bo'lgan. Bu ottagina 4 ta kallasi yo'q, bitta kallasi bor zombi iblisi bo'lgan. Buni ko'rgan Denji qoni oqib qochib ketadi. To'g'rirog'i harakat qiladi, lekin u qochishga qanchalik ko'p harakat qilmasin, baribir zombilar uni tutib oladi. Va uni zombilar so'yib tashlashayotgan paytda Denjining xayolidan bitta narsa o'tadi. Nahotki men ham chimildiqqa kira olmayman deb qo'rqadi. Va oxirida ular Denjini bo'lalarga bo'lib musirga tashlab yuborishadi.
Va undan keyin Denjining og'zidan qon oqib Pachitoning og'ziga tushadi. Bundan keyin Pachito ozgina bo'lsa ham yashashga bo'lgan umidi oshib, Denjiga o'zini yuragini beradi. Endi bo'lsa bizani bola Denji qaytadan tirilgandek tirildi. Eng qizig'i Pachitoning orqasidagi narsasi uni yuragida bo'lib qopti. Endi bo'lsa enasini ko'rsatadi zombilarni. Ha, to'g'ri. Endi haqiqiy arra odam bo'ldi. Endi sizlar sezgan bo'lsanglar, uni boshidan, ya'ni ikkita qo'lidan arra o'sib chiqqan. Va yana meni bitta savol qiziqtiradi. Pachito nega faqat boshida bor, lekin nima insonlarga boshqacha bo'ladimi va iblislarga boshqacha bo'ladimi? Buni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, vashita xursand bo'lgan bo'lardim. Va yana Denji qarzdan qutulayotgandan juda ham xursand bo'lib, bor kulgusini ishlatib kulib odamlarni o'ldirib yo'q tashadi. To'g'rirog'i zombilar, lekin ular bir paytda odamlar bo'lgan. Shuni ham hisobga olamiz. Denji zombilar bilan ertalabgacha tinmasdan urushib, 2 bo'lakdan boshlab 4 bo'lakgacha bo'lib tashiydi. Undan keyin ertasi kuni yoniga kimdir kelib, aslida ular o'sha zombi iblisini o'ldirish kerak edi. Va ular Denjiga shundoq qarashadi. Uni boshida ko'rgandan keyin iblis bo'ylashadi, lekin u aniq Denjiligi ma'lum bo'ladi. Keyin Makima buni ko'rgandan keyin unda bitta fikr uyg'onib qoladi. Demak, u ham iblisga aylanishi mumkin, ham u inson. Va bundan keyin u unga taklif qilish so'rab ko'radi. Uni taklif shunaqa ediki, hozir yo meni qo'limda o'lib ketasan, yoki men bilan birga ishlaysan deydi. Bundan keyin Denji buni o'ylab turib, albatta deb rozi bo'ladi. Keyin bo'lsa Denjini u ovqatlantiradi, yaxshi gaplar gapiradi va normalni xullas oxirida Denji bu qizni sevib qoladi. Endi Denjini o'zi bilasizlar qanaqaligini boshida o'zingiz ko'rgansizlar. Makima Denjini sherigi bilan tanishtiradi, ya'ni Aki Hayakawa. Ular ikki xil odam bo'lgani uchun umuman kelisha olmaydi. Ya'ni bittasi bir ahmoq ham bir ko'p kuluradigan sal tom ketib qolganroq Denji bo'lsa, bittasi bo'lsa umuman kulmaydigan va seryozni yuradigan Aki edi. Shuning uchun ham ular umuman kelisha olmaydi, lekin kelishmasa ham bo'lmas edi. Ya'ni Denji Akining gapiga ham kirib yurish kerak edi. Bo'lmasa o'sha gap. Aki aslida Denjini musorxonada urib tashab ketmoqchi edi, lekin Denji umuman taslim bo'lmadi va Akini xullas tushundinglar-ku. Aki Makimaga bu g'irt ahmoq uni qo'lidan umuman hech narsa kelmaydi, bizga umuman foydasiz deb hisobladi. Lekin Makima bo'lsa u iblisga aylana olishini aytdi va unda alohida muomalada bo'lishing kerakligini aytdi. Va yana u aytdiki, agar Denji qochib ketadigan qochib ketishmas, umuman qochishga harakat qiladigan bo'lsa ham uni iblisdek o'ldirib tashlashardi. Shuning uchun Denji bundan xavotir olib, nega bu qachongacha davom etishini so'raganda, bu butun umr birga ishlaymiz degan javob berdi Makima. O'sha kundan keyin bo'lsa Denjining hayoti anchagina o'zgardi. Ya'ni u ertalablari bemalol nonushta qila olardi va xohlagancha vannada cho'mila olardi. Xullas, oldingi hayotidan 10 barobar yaxshi hayot kechirishni boshladi. Va ular sekin-sekin ovga chiqishni ham boshlashdi. Va Denjini iblis kuchini ko'rish uchun Aki undan so'radi. Ana u iblisni o'ldirib yuborishini, lekin Denji uni arralarini chiqarish o'rniga bolta bilan urib chopib o'ldirib yubora qoldi. Va Aki undan so'radi, nimaga unaqa qilganini so'radi, lekin Denji bo'lsa shunchaki hamma iflos bo'lishini xohlamadim. Arralarim hamma iflos qilardi deb aytdi.
Aki bu gapni eshitgandan keyin Denjiga bir narsani aytdi. Sen har doim iblislarni qiynab o'ldir, oddiy o'ldirma hech qachon deb. Chunki u iblis, u inson emas. Bu yoqda hamma iblislarni o'ldirish xohlaydi. Hech kim sendagi o'yin qaro emas deb aytadi. Lekin Denji kerak bo'lsa iblis bilan ham do'stlashaveraman, chunki meni boshqa do'stim yo'q deb aytdi. Buni eshitgandan keyin Aki bu gaplaringni eslab qolaman dedi-da ketdi. Ma'lum bo'lishicha, Denji atrof iflos bo'lishidan emas, 18 plus jurnallarga qon deyishidan qo'rqqan ekan. Shuning uchun uni o'ziga olib qolishini aytdi va u o'tgan galgi hayotidagi bir narsani xayolga tushirib qo'ydi. Bu narsa o'zi aslida Ko'krelar! mana haqiqat qatta deydi-yu. Makima bo'lsa Denjiga yana bitta yangi sherik qiladi. O'zi Aki sherigiydi-yu deyishingiz mumkin, lekin Aki boshroqda, ya'ni bu ikkita ahmoqga qarab yurish kerak bo'ladi hozircha. Xullas shunaqa. Bizani Denji o'zi norozi edi, lekin ko'kraklarni ko'rgandan keyin fikri qaytib qoldi. Endi bo'lsa bu ikkita sherik ko'chada iblisni topishi kerak edi, lekin iblissa yo'q bo'lib ketgan edi. Shamol uchirib ketganmi, Xudo biladi. Power bo'lsa rostdan ham g'irt tom ketgan ekan, iblis hidini sezishi bilan yoniga yugurdi. To'g'ri, iblisni o'ldirish kerak edi ular, lekin bunaqa zaif iblisni o'ldirish bu g'irt ahmoqlik edi. Bu shundan keyin Denjiga o'zicha maqtandi. Ko'rding ukam, sen shuna qila olmaysan deb. Keyin bo'lsa voqea bo'lgan joyga Makima keldi va Powerga bir ikkita qonun qoidalardan tushuntirib qo'ydi. Power buni eshitgandan keyin to'ppa-to'g'ri Denjini ayblab yubordi. Denji bo'lsa unaqa bo'lmasligini aytib, u bilan urushga ketdi. Makimani aytishi bo'yicha kim bo'tda bir-biriga buyruq bergan yoki kim urushgan umuman qizig'i yo'q ekan. Shunchaki ular birga yaxshigina ishlab berishsa bo'ldi ekan. Power bo'lsa Makimadan qo'rqardi. Shuning uchun noiloj rozi bo'ldi. Denji Powerga biza yaxshi ishlamasak bo'lmaydi, bo'lmasa bu yog'i yomon bo'ladi deb aytdi. Power bo'lsa men shular bilangina yaxshi ishlayman, sen bilan ishlamayman deb aytdi. Uni aytishi bo'yicha u oldingi mushugini iblis o'g'irlab ketgan ekan. Bilamiz, Denji odatlarini umuman tashlamagan, shuning uchun ko'kraklarni ushlab qo'yish uchun har narsaga tayyorligini aytdi. Power bo'lsa, agar Denji Power mushugini topib bera oladigan bo'lsa, ya'ni iblisdan qutqarib bera oladigan bo'lsa, u rozi ekan. Denji bu gapni eshitgandan keyin ishtiyoqi to'rt oshib ketib, albatta men o'sha iblisni o'ldiraman deb baqirdi. Ertasi kuni ular Power ko'chaga chiqishiga ruxsatni olishdi-da, keyin ketishdi. Denji bo'lsa yo'l bo'yi ko'zini uzmasdan ketdi. Aki bo'lsa Makimaga hali ham Denjini yomonlardi. Ya'ni u hali yosh bola, u hali ovchi bo'lishga hali kichkinalik qiladi. Ya'ni miyasi kichkinalik qiladi deb aytdi. Buni eshitgandan keyin Makima baribir Denjiga juda ham qiziqayotganini aytdi. Ya'ni seni gaping menga bir teng degandek gap aytdi. Va nihoyat Power bilan Denji o'sha iblis yashaydigan joyga yetib kelishdi. Va Power u yoqqa men bormayman deb aytdi. Chunki u yoqqa borsa iblis mushukdan xo'rak qilishi mumkin ekan. Shuning uchun bu yomon dedi. Lekin u bilan birga ketdi. To'xta, u bilan birga ketdi. Ha do'stlar, sizlar hali ham qizga ishonib yuribsizlarmi? Qanday yomon. Umuman olganda Power o'sha iblisga qanaqadir inson olib borgandagina u iblis mushugini berishini aytgan ekan. Shuning uchun u Denjini olib boruvdi. Keyin bo'lsa o'sha iblis Denjini qonini ichdi. Shundan keyin u sal bo'lsa ham o'ziga keldi. Lekin Denji ham to'liq inson bo'lmagani uchun u iblis bemalol o'ziga kela olmadi. Shuning uchun qanaqadir boshqa insonning qonini ichish kerak edi. Power bo'lsa undan mushugini berishni so'ragan edi, u bo'lsa o'rta barmog'ini ko'rsatdi. Nimaga deysizlarmi? Chunki Denjini qonunga yoqmagandi. Menga yaxshiroq qonib kelmagani uchun senga mushugingni bermayman dedi-da, mushugini yutib oldi. Uni o'ziga qo'shib yutib oldi. Keyin o'sha iblis Power ham mazasi yomonligini aytib baqirdi-da, shahar tomonga qarab uchdi. Lekin u o'ylamagandiki, oyog'iga Denji yopishib olgan.
Shundan keyin Denji oxiri zanjirlarni tortdi va jang boshlanib ketdi. Denji oxiri iblisni sochib tashab, ichi-chovg'alarini ochib tashab, Power'ni ichidan chiqarib oldi, mushugi bilan birga. Power bo'lsa qilgan ishidan afsusda va nega meni qutqarding deb Denjidan so'raganda, Denji bo'lsa "Dan shunaqa ham odam bo'ladimi o'zi?" deyishinglar mumkin, lekin bizdan Denji shunaqa. Keyin bo'lsa Power nima ham derdim, mayli degan edi. Buni eshitgandan keyin Denji Jeni ursin! La'nat! davom etamiz. Denji hammasi tugagandi deb o'ylagandi, lekin ikkinchi iblis bu yoqqa sirazi uchib kelib qoldim, bilmayman kelib qoldi. Denji aralarni tortib shartta yo'qib tashlayman demoqchi edi, lekin qoni kamlik qilib qopti, o'zi qoni kamga o'xshaydi. Xullas shundan keyin taslim bo'lmadi Denji va uni yo'qib tashlashga harakat qildi. Denjining aralari to'liq bo'lmagani uchun bildinglar, u yutqizdi. To'g'ri Denji yutqizgandi, lekin Aki kelib qoldi va o'sha iblisga qarab "Kon" degandi. Tulki iblis kelib Denjini yevormoqchi bo'lgan iblisni o'zini yevordi. Shundan keyin Denji qutqarildi. Shundan keyin Denjini kasalxonaga olib borishdi va qarasanglar bo'ladiki, Denjining qo'li tub-tuzuk va soppa-sog'. Denjini o'zi tanasiga qo'shib, tana a'zolari ham iblislarnikiga o'xshab ketgan ekan. Ya'ni qattadir kesilib ketsa ham yana qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, qon bilan davolasa bo'ladi ya'ni. Akini boyiga chaqirgan, Kon deb chaqirgan tulki iblisiga keladigan bo'lsa, u bilan shartnoma tuzgan ekan. Ya'ni ovchilar iblislar bilan shartnoma tuzsa bo'ladi. Ya'ni shartnoma tuzgani bilan iblis unga yordam beradi, lekin tanasini qaysidir a'zosiga almashadi iblisi. Keyin bo'lsa Aki Denjini ogohlantirdi, ya'ni u qochib ketganini yomon deb aytdi. Chunki belgilangan joydan ovchilar chiqib ketgandi. Denji bilan Power shaharda ikkita iblis o'lganini, yana Denji odamlarni himoya qilganini aytadigan bo'lsa, bunga ko'z yumsa bo'lar ekan. Faqat endi Denji Akining gaplariga to'liq quloq solib qilib yurish kerak edi u aytgan narsalarni. Aki hammasiga Power aybdormi deb so'radi, ya'ni boyga pusht sochli qiz. Denji bo'lsa Powerni ayblamadi, shunchaki yo'limizdan iblis chiqib qoldi deb aytdi. Ya'ni Power yonini og'itdi. Aki keyin safar hech qayoqqa beso'roq chiqma va unchalik uzoqqa ketma dedi, ketdi. Aki keyin Makimani xonasiga kirib, hamma bo'lmagan narsalarni aytib berdi. Akining aytishi bo'yicha shaharda ikkita iblis o'lgan va hech qanaqa odamga zarar yetmagan, shuning uchun bunga ko'z yumsa bo'lar ekan. Makima Akini bu gapni eshitgandan keyin, "Sen oldin anchagina qattiqroq eding, hozir yumshoq bo'lib qoldingmi? Bu nima, Denjini ta'sirimi?" deb so'radi. Akini bo'lsa Denjiga qo'ygani bor, shuning uchun unga u ta'sir qilmaydi. Ertaga bo'lsa eshikni buzib kirib, Power kirib keldi. Endi ular uchalasi bitta joyda yashirkan. Denji bo'lsa asab bilan hojatxona tozalab o'tiribdi, chunki Power axloqsiz va juda ham Denjidan osh tushgan. Power Denjining yoniga keldi, keyin bo'lsa Bizga kelishib olganding, to'g'rimi? Endi ko'kraklarim o'ynashing mumkin. O'yna. Afsuski shu joyda animeni 4-qismi tugab qoldi. Nima bo'lishini mayli, keyingi safar ko'rarmiz.
Xo'sh, do'stlar, sizlar bilan birga Midzushi kanali bo'ldi. Bu meni birinchi sharh videoim bo'lgani uchun xatolar juda ko'p bo'lishi mumkin. Bu animeni men 3 ta qismga bo'lganman. Bu birinchi qismi, ya'ni 2 ta qism bo'ladi. Shuni tez chiqarishimni xohlasanglar, shu videoga обязательно like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bir motivatsiyam ko'tarilib 2 kunda 2 ta video qilib tashlang. Keyin bundan tashqari boshqa animelar ham bo'ladi, aniq bo'ladi. Uning uchun kommentariyaga qaysi animeni qo'yishimni ham yozib qoldirsanglar, men xursand bo'lgan bo'lardim. Boshim osmonga emas, nima desam bo'ladi, oyga yetgan bo'lardi, borku.